Chilonzor 8-kvartalda mana shu domdan 2 xona, 3 xona qilingan birinchi qavatda Yevro remont uyimizda sotuvga chiqdi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Podyezdlargacha chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Kirush prixoshkamiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar narxini aytib o'taman. Asosiy zal mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Televizorning zona, kirush prixoshkamiz. Bu yoqda keng va shinam ota-onalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Uyimiz elektrika va santexnika ishlarigacha absolyutno noldan remont qilingan. Ko'rib turganinglardek uyimizning xonalari va sanuzellari alohida joylashgan, ya'ni razdelniy. Umumiy maydoni 52 kvadrat metrdan iborat. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu 3-xonani bolalar xonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. 2 ga 6 o'lchamli balkonimizdan unumli foydalanib oshxona qismi qilib qo'yilgan. Oshxonadagi barcha mebel, texnikalar dit bilan joy-joyiga joylashtirilgan. 2 ga 6 o'lchamli balkonimizni tegib polni podval qilingan. Yerto'lalargacha chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Ovqat qilganinglarda yog' hidi chiqmasligi uchun mana bunaqa razvijnoy eshiklardan foydalanilgan. Uyimizda mo'ljali parus, shundoqqina 183-maktabning yonginasida joylashgan. Xonadonimiz narxini $86,000 so'rovimiz. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun opisaniyada telefon raqam qoldirdim.